Assalomu alaykum. Men Jumaboyeva Feruza, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali 2-bosqich talabasiman. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz shaxs qobiliyat iqtidorining pedagogik, psixologik, tarkibiy tuzilmasi va o'ziga xos jihatlari. Mavzuyimiz 3 darajadan iborat. Birinchisi, shaxs qobiliyati va iqtidorining mazmuni hamda ularning shakllanish omillari. Ikkinchisi, qobiliyat va iqtidorning pedagogik, psixologik tarkibiy tuzilmasi. Uchinchisi, shaxs iqtidorining o'ziga xos jihatlari va uni rivojlantirish yo'llari. Shaxs qobiliyati bu odamning ma'lum faoliyatni boshqalarga nisbatan tezroq, osonroq va samaraliroq bajara olish xususiyatidir. Qobiliyat bilimning o'zi emas, balki shu bilimdan samarali foydalanish malakasi hisoblanadi. Qobiliyatlar tabiiy imkoniyatlar bilan birga shaxsning tajribasi va ta'lim-tarbiyasi jarayonida shakllanadi. Iqtidor esa qobiliyatlarning yuqori darajada namoyon qilinishi, ijodkorlik va yangilik yaratish salohiyatining kuchliligi bilan farqlanadi. Iqtidorli o'quvchi murakkab masalani o'ziga xos yo'l bilan hal qilishi yoki biror faoliyatda boshqalardan ilg'or natija ko'rsatishi mumkin. Qobiliyat va iqtidor shakllanishiga bir nechta omillar ta'sir qiladi. Biologik omillar bunda irsiyat, nerv tizimining barqarorligi, sensor tizimlarining faoliyati. Psixologik omillarda xotira kuchi, diqqatning barqarorligi, tezligi hamda tasavvur. Ijtimoiy va madaniy omillarda bunda oilaning tarbiyaviy muhiti, maktabdagi dars sifati, o'qituvchining yondashuvi hamda tengdoshlar bilan muhiti ta'sir qiladi. Shaxsiy omillarda o'quvchining qiziqishi, maqsad sari intilishi, mehnatsevarlik darajasi, iqtidorning namoyon bo'lishi uchun qulay tarbiyaviy sharoit juda muhim. O'qituvchi va oila iqtidorning shakllanishida asosiy rolni bajaradi. Vaqtida rag'bat berish, mustaqil fikrlarga o'rgatish, mos murakkablikdagi vazifalar berish, tanlash imkoniyatini yaratish qobiliyatni yanada kuchaytiradi. Shuning uchun pedagogika iqtidorni faoliyatga rivojlanadigan sifat deb ta'riflaydi. Qobiliyatning pedagogik psixologik tarkibi odatda bir nechta komponentlar yig'indisi sifatida qaraladi. Birinchisi, kognitiv komponent. Bunda bilim, fikrlash uslubi, tafakkur tezligi, xotira va tahlil umumlashtirish malakalari. Iqtidorli o'quvchi atrof muhitdagi ma'lumotni boshqalarga qaraganda tezroq qabul qiladi. Ikkinchisi, emotsional motivatsion komponent. Bunda qiziqish, o'rganishga bo'lgan ishtiyoq, ichki motiv, o'quvchining biror sohani chin dildan yoqtirganiga o'qish jarayoni ko'proq muvaffaqiyat keltiradi. Uchinchisi, irodaviy komponent. Bunda sabr-toqat, intizom, muammo qarshisida taslim bo'lmaslik. Shaxsda iroda kuchli bo'lishi zarurligi qayd etiladi. To'rtinchisi, amaliy ko'nikma komponenti. Bilimni amalda qo'llay olishi, texnik malakalar, ijodiy faoliyatda samarali natija chiqarish. Iqtidorning psixologik tuzilmasida fikrlashning moslashuvchanligi, kreativlik, tasavvur kuchi alohida ajralib turadi. Iqtidorli o'quvchi o'z tajribasini yangi vaziyatda qo'llay oladi, noodatiy qarorlar taklif qiladi. O'qituvchi qobiliyatning har bir komponentini rivojlantirishga mos metodlardan foydalanishi kerak. Muammoli vazifalar, amaliy mashg'ulotlar, mustaqil tadqiqotlar, ijodiy ishlanmalar, loyihaviy yondashuvlar. Shuningdek, baholash tizimi ham iqtidorli qo'llab-quvvatlashi kerak. Faqat yakuniy natijani emas, balki o'quvchi qanday yo'l bilan natijaga erishganini ham e'tiborga olish kreativlikni rag'batlantiradi. Shaxs iqtidorining o'ziga xos jihatlari quyidagilardan iborat. Birinchisi, individual va noyoblik. Har bir o'quvchining iqtidor darajasi va yo'nalishi bir-biridan farq qiladi. Bu, masalan, biri musiqada muvaffaqiyat qozonsa, boshqasi matematikada kuchli bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, ko'p qirrali rivojlanish. Ko'pincha o'quvchida bir nechta sohada iqtidor bo'lishi mumkin. Masalan, badiiy ijod va til o'rganish qobiliyati birgalikda rivojlanishi.
Uchinchisi, vaqt davomida o'zgaruvchanlik. Iqtidor erta yoshda yorqin namoyon bo'lishi mumkin yoki maktab davrida rivojlanishi mumkin. Qulay sharoit bo'lmasa, iqtidor pasayib ketadi. To'rtinchisi bu ijodiy faoliyat bilan bog'liqligi. Iqtidorli o'quvchi erkin fikr ifodalaydi, noodatiy yechim izlaydi, maqsad sari qat'iy intiladi. Xulosa qilib aytganda, shaxs qobiliyati va iqtidorining rivojlanishi bu biologik imkoniyatlar, ruhiy jarayonlar va ijtimoiy muhitning o'zaro ta'siri natijasida shakllanadigan murakkab jarayon hisoblanadi. Pedagogik jarayonda o'quvchilarning qiziqishlari, ichki motivatsiyasi va individual imkoniyatlarini hisobga olish iqtidorning to'liq namoyon bo'lishiga yordam beradi. Bugungi mavzu qisqacha shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.